Men hozir sizga savollar beraman, javob berishingiz kerak. Ha, bo'ladi. Birinchi savol. Agar mana aylanayotgan vaqtimizda mana bozordami, city mallda shunga o'xshaydigan joyda aylanayotgan vaqtimizda men yo'qolib qolsam, birinchi bo'lib meni qayerdan qidirardingiz? Chiqish yoki kirish eshigi yoki ovqatlanadigan joy qaysidir? Nimaga? Ovqatlanadigan joyda o'tirsa bo'ladi-yu, odam ko'p, o'sha kutib o'tirgan bo'lardingizmi yoki chiqish yoki kirish eshigida kutib o'tirgan bo'lardingiz? To'g'ri. Agar meni begona odam men haqimda so'rasa, meni ta'riflashga 3 ta so'z. Begona odam erkak kishimi, ayol kishimi? Ayol kishi. Ayol kishi ta'riflashga 3 ta so'z. Go'zal, samimiy, quvnoq. Qanaqa zapix bo'ladi-yu, hid. Qanaqa hidni hidlasangiz, işte men xayolingizga kelaman. Qaysi atirni hidimi, sujit shermi yoki qanaqadir. Sizni ismi kelishingiz kerak. Ha. Siz atringiz hidi. Qaysi atirmi? Atirlar nomini bilmayman-da, bakaratmidi? Men haqimda nimani bilasiz, что u narsani sizdan boshqa hech kim bilmaydi. Tushundingizmi? Voy, Men haqimda siz biladigan, lekin hech kim bilmaydigan biror bir fakt aytishingiz kerak. hech kim bilmaydi. Faqat siz bilasiz narsani. Bobingiz haqida bilaman. Ha. To'g'ri. Agar masalan, men sizga telefon qilib, "Men militsiya olib ketyapti" desam, sizni xayolingizga birinchi bo'lib nima kelardi? Men nima qildim deb o'ylardingiz? Sizni militsiya olib ketyapti. Men militsiya olib Men ketyapti. hayolimga nima kelgan bo'lishi mumkin? Nimaga olib ketyapti deb o'ylardingiz? O'ylangchi. O'ylashingiz kerak. Ha, guvoh sifatida olib ketyapti deb o'ylagan bo'lardim. Например, ko'chada ketyapsiz, qanaqadir netu narsa ko'z tushib qoldi, o'sha guvoh sifatida olib ketyapti. Yomon ish qilishimga ishonmaysizmi? Men bo'lsa qaysidir erkak kishi o'zini xotinini yoki ayolini urayotgan vaqtida borib buni pichoqlab olgan bo'lardim. Qanaqa xarakterim yoki meni o'zimda nima borki, uni hamma yaxshi ko'radi, uni yomon ko'rib bo'lmaydigan nima xislatim bor, mana shunaqa. Samimiylik bo'lsa kerak. Samimiylik. Bo'ldi, savollarimiz keladi. Rahmat, so'rovga javob berdingiz. Bahoyingiz 5 oldi.